Ma'lumotlar ombori bu shunchaki tartibsiz yozuvlar emas. U aniq tuzilmaga ega. Har bir maydon o'z xususiyatiga ega. Uning nomi, uzunligi va imzosi bo'ladi. Imzo naq bu ustun sarlavhasida ko'rinadigan matndir. Maydon turlarini to'g'ri tanlash muhim. Matnli maydon 255 ta belgini sig'dirsa, memo maydoni katta hajmdagi matnlar va izohlar uchun ishlatiladi. Hisob-kitoblar uchun raqamli maydon, moliyaviy operatsiyalar uchun esa maxsus pul maydoni mavjud. Ular 1 dan 16 baytgacha joy egallaydi. Vaqtni saqlash uchun sana va vaqt, yozuvlarni avtomatik raqamlab borish uchun esa hisoblagich turi ishlatiladi. Bu tartibni saqlash uchun juda qulay. Agar javob faqat ha yoki yo'q bo'lsa, mantiqiy maydon tanlanadi. Rasm va diagrammalarni saqlash uchun esa oliy obyekt maydoni xizmat qiladi. Access faqat jadvallardan iborat emas. Uning asosiy elementlari jadvallar, udar, so'rovlar, formalar va hisobotlardir. Jadval yaratishning ikki usuli bor. To'g'ridan-to'g'ri jadval ko'rinishida yoki konstruktor rejimida. Professional yondashuv naq bu konstruktor rejimidir. Har bir maydonga mos turni tanlaymiz. Familiya va ism uchun matnli, tug'ilgan sana uchun sana hash vaqt, telefon raqami uchun raqamli tanlanadi. Har bir yozuv takrorlanmas bo'lishi uchun identifikatsion raqam maydoni kiritiladi va unga sluch belgisi qo'yiladi. Turi esa hisoblagich. Tuzilma tayyor bo'lgach, jadvalni saqlash kerak. Oyna yopilayotganda Access nom so'raydi. Biz unga o'quvchilar deb nom beramiz. Jadvalni to'ldirish uchun uning ustiga 2 marta bosib, oddiy rejimga o'tamiz. Endi bu yerda tayyor ustunlar paydo bo'ldilar. Hosil bo'lgan jadvalga o'quvchilar ma'lumotlarini kiritamiz. E'tibor bering, sana va raqamlar siz tanlagan formatda avtomatik to'g'rilanadi. Agar biror ustun nomini yoki turini o'zgartirish kerak bo'lsa, yana Главное 0 rejim Braille konstruktor buyrug'i orqali qaytib tahrirlash mumkin. Accessning kuchi shundaki, u Excel va Word bilan oson integratsiya qilinadi. Ma'lumotlarni u yerdan olish yoki u yerga jo'natish juda osonga. To'g'ri tanlangan maydon turlari va tuzilma sifatli ma'lumotlar omborining garovidir. MS Access bu ishni professionallar kabi bajarishga yordam beradi. Keyingi darsda jadvallarni o'zaro bog'lashni o'rganamiz. Biz bilan qoling.